Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar uchun hozirgi kunda aktual mavzu bo'lib turgan Paynet holisi haqida ozroq tushuncha berib o'tamiz va uni telefonimizga o'rnatish va ro'yxatdan o'tish haqida ham ma'lumot beramiz to'liqroq qilib. Xo'sh, buning uchun biz Play Marketga kiramiz. Play Marketda Paynet ilovasini ustanovit qilib olamiz. Kamchiliklar uchun oldindan uzr. Sababi Paynet ilovasi telefondan ishga tushirib, zaps ekrani qilsa, dastur bermas ekan. O'shaning uchun sizlar uchun ilojini qildik baribir. Открыть. Разрешить bosamiz. Tilni tanlaymiz. Reklamalari. Telefon raqami yozamiz. Telefon raqamiga SMS xabarnoma keladi. O'sha xabar kod keladi. O'sha kodni kiritish kerak bo'ladi. Kod keldi. Endi pin kod o'rnatamiz. O'zimizga qulay bo'lgan. Yana bir marta teramiz. Reklamani olib tashlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, Paynet holisi ilovasini ishga tushirdik. Endi bundan yatdi sifatida yoki o'zini o'zi band qilgan yoki yatdi sifatida ro'yxatdan o'tamiz. Ekranda mana Paynet xolis chiqib turibdi. Ichiga kiramiz. Bitta nimaga ishlatilishi, qanday maqsadda foydalanishi ro'yxatga keltirilgan. Uni qulayliklari. Ishni boshlash bosamiz. Bitta variant o'zini o'zi band qilgan sifatida jismoniy shaxs sifatida ro'yxatdan o'tasam yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tasammi? Qaysi birini tanlaysan bizdan so'raydi. O'shanda siz o'ziga kerakli bo'lgan bo'lib tanlaysiz. Yattini tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bizda oyna ochildi. Xuddi mana shu oynada siz hamma hisob-kitoblaringizni, kirim-chiqimlaringizni naqd pul klik orqali to'lovlarni amalga oshirasiz. Soliq organi ham o'sha yerda shu ilovangizga tushgan pul hisobidan avtomat 1% hisoblab o'zlari yechib oladi. Ko'rib turganingizdek, mana ko'rsatib o'tilgan bizda hozir оборот 0 so'm 1 milliardgacha оборот limiti berilgan. 1 milliarddan oshsangiz, u avtomat endingiz to'lovchi bo'lib ketasiz. Siz Paynet xolis ilovasi sizga u shart bo'lmay qoladi. 1 milliardgacha bo'lgan yakka tadbirkorlar uchun faqat bu ilova ishlab chiqarilgan. Xo'p, siz savdo qildingiz, naqd pulda savdo qildingiz. Siz 100 mingga savdo qildingiz. Endi siz o'sha 100 minglik naqd pulni men savdo qildim deb bankka borib inkassatsiya qilishni o'rniga mana bu joyda naqd pulda kirim degan joyni bosasiz. O'sha joydan summani yozasiz. O'sha 100 ming yozasiz va to'lovni qabul qilish chiqadi. Men pastroqda to'lovni qabul qilish bosganingizdan keyin to'lov qabul qilinadi, chek shakllanadi. Siz u chekni xaridorga SMS tarzida yuborish yoki Telegram orqali yuborish chiqadi. O'shani tanlab, o'zingizga qulay bo'lgan tarzda o'sha xaridorga chek berasiz. Xaridor kelib, sizdan menda karta bor, kartadan yechib olgin, men nimadan terminaling orqali desa, siz o'zingizdagi mana onlayn karta yoki o'zingiz hisob raqamingiz ochilgan bankdan karta raqam ochtirgan bo'lasiz. O'sha karta raqamga orqali ular klik qilib to'lasa ham bo'ladi. Xohlasa sizda mana bu joyda QR kod shakllanadi. Mana tugmani bosasiz o'rtadagi. Mana shu QR kodni skaner qilib, xaridorlar o'zidagi qo'lidagi telefonidagi
Payme bormi, Click bormi, qanaqa to'lov ilovalari bo'lsa, bank ilovalari bo'lsa, o'shalar orqali kirib, skaner qilib to'lov qilsa ham bo'ladi. Bu QR kod orqali to'lov qilsa, to'lov to'g'ridan-to'g'ri sizning bank hisob raqamingizga tushadi. Sizni kartangizga tushmaydi, sizni naqd pul nima qilib ko'rinmaydi sizda. To'g'ri bankingizga tushadi. Siz u bankda hisob raqamingizga tushgan pullarni bemalol ishlatishingiz mumkin, oborot qilishingiz mumkin. Tovar sotib olish uchun, boshqa o'zingizni boshqa ehtiyojlar uchun ishlatishingiz mumkin. Orqaga qaytamiz. Mana o'rtadagi NFC degan joyda hozirgi onlayn ishlaydigan kartalar bor. O'sha kartalar orqali to'lov amalga oshirsa ham bo'ladi bemalol. Hisob chiqarish tugmasini bosamiz. Bu bo'limda bizaga hisob raqamimizga tushgan pullar jami dekabr oyi davomida tushgan pullar, to'langan pullar, bu yoqda sursak, bekor qilingan pullar chiqib keladi. Tushumlar tarixi bor pastroqda. Tushumlar tarixini bosamiz. Hammasi naqd pulda tushum, QR kod orqali savdo qilingan tushum, biz chek berganimizdagi cashback tushumlari va shu kabilar ko'rishingiz mumkin. Pastroqda hujjatlar bo'limi bor, ko'rib turganingiz. Hujjatlar bo'limiga kirsangiz, o'zingizni sizga tegishli bo'lgan guvohnoma, berilgan cheklar va ommaviy oferta shartnomasi hammasi mana Paynet ilovi bilan shartnoma bu. Hujjatlaringiz turadi. Endi bu ilova haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu ilova kimlar uchun? Bu ilova yatitlar uchun, aylanmasi 1 milliarddan oshmaydigan yatitlar uchun kerak. 1 milliarddan oshib ketgan yoki endi esda bo'lgan yatitlar bu ilovadan foydalanmaydi. Bu ilova majburiy emas, ixtiyoriy. Bu ilovani yuklab olib ishlatib, endi kassaapparat umuman kerak emas, ishlatmayman deyish ham xato. Xohlasangiz kassaapparatda ishlaysiz, xohlasangiz Paynet xolisda ishlaysiz. Bu sizga qulaylik shunchaki. Sizni ishlaringizni yengillashtirish uchun qilingan qulaylik. Kassaapparat ishlatib ham bir vaqtda bu ilovadan foydalansangiz ham bo'ladi. Kassaapparatga urgan pullaringiz u hisob raqamiga tushadi avtomat. Naqd pulga savdo qilganingiz Paynet xolis orqali o'zingizda qoladi. Faqat siz naqd pulda kirim degan joyiga kirgizish, o'sha naqd pulni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi summasini. Men shunchaga savdo qildim deb. Xaridorda qo'lida plastik bo'lsa, plastikni o'sha sizni karta raqamingizga tashlab beradi. Click orqali, xohlagan usullar orqali yuqorida ko'rsatib o'tdik. Soliq o'sha kartangizga, aynan o'sha kartangizga tushgan puldan o'zi sizni oborotingizga qarab 1% hisoblab o'zi yechib oladi har doim. Endi 26-yil 1-yanvardan boshlab 1% soliqqa o'tish uchun nima qilishimiz kerak? Ariza berish kerakmi? Qanaqadir murojaat yo'llashimiz kerakmi degan savollar bor. U hech qanaqa ariza berilmaydi. Bu avtomat o'tib ketiladi. Aylanma soliqda bo'lgan yatitlar, yangi ochilgan yatitlar, patent to'lovida bo'lgan yatitlar, o'zini o'zi band qilgan shaxslar bu avtomat 1% ga o'tadi. Shuningdek, yatitingiz ma'lumot uchun перечисление orqali ishlasa ham bo'ladi. Oldinlari misol uchun yatit qo'shimcha ma'lumot $5000 chegara bor edi. Import tovar olib kelish uchun aynan yatitlarga. Hozirgi 26-yildan boshlab o'sha chegara ham olib tashlanmoqda. Bu degani siz $5000 dan ko'proq miqdorda tovar import qilib olib kelishingiz ham mumkin, lekin import qilib tovar olib kelsangiz, siz avtomat index to'lovchiga o'tasiz va siz 1% soliq to'lovchi bo'lmaysiz o'sha kundan. O'sha tomonlarni ham eslatib o'taman. Ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Biz bundan ham ayni muddao bo'lgan ma'lumotlarni joylab boramiz. Bizga qo'shimcha savollaringiz
qanaqadir qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga, Telegram gruppamiz bor yoki Instagram orqali savol yo'llasangiz bo'ladi. Sizning ishonchli hamkoringiz Big Financer Consulting har doim xizmatingizda.